onalarida zaharli bo'qoq, shu Qozog'istondan kelgan qizimiz, bu qizlari bunda gipotireoz, представляете qilinglar, qalqonsimon bez gormoni ishlamayapti. Yana Qozog'istonda men analiz topshirishyapti, doktorlar aytyapti, bular yana ahamiyat bermayapti. Mana endi qaranglar, semirib ketyapti deyishyapti. TTG 9 o'rtoqlar, bu subklinический gipotireoz degani kam qonlik bor bu bolada. Mana bular aytyaptilar. 8 yoshida qiltirq bola bo'lgan deyaptilar mana. Bo'yi past, lekin biz rentgen qildik. Hamma yog'ini ko'rdik, bu konstitutsionalniy, chunki bu ham bo'ylari past ekan, ammasining ham bo'yi past ekan. Bizlarni hozir qiziqtiradigan narsa, qalqonsimon bez gormonlari ishlamasa ham bola semiradi, esingizdan chiqazmaydi. Mana semirib ketgan, 3 yillik ichida shunaqa reski semirib ketgan. Buni ichirish kerak. Mana hozir men lecheniya yozib bo'lgandan keyin Qozog'istonlik endokrinologlarni ko'rsatyaptilar menga. Ular ham yozyapti, to'g'ri qildilar menga. Ular ham yozyapti, to'g'ri qilyapti. Lekin onaga tushuntirib berishmagan. O'zini kasalini ham bilmaydi yaxshi onasi, bolasinikini ham bilmaydi. Mana shuning uchun bu narsalarni nazorat qilamiz. Tushuntira oldimmi? Bu jonisi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolisa hammasini to'g'rilaymiz, ozdiramiz bolani, deb. Chunki semirib ketishi sababi juda ham ko'p. Bolalarda bo'qoq deydi xalqimizda, qalqonsimon bez gormonlari ishlamaslik, gipotireoz juda ham ko'p. Shuning uchun ham olib keladi mana bizga dietix endokrinolog bo'lganimiz uchun. Ya'ni semirib ketishi sabablaridan bittasi o'sha gipotireoz. Bo'qog'i bor, oddiy tilda aytganda. Mana buni hammasini to'g'rilaymiz, zo'r bo'ladi. Hammasini aytdik, vitamin berdik, kamqonligiga, hammasiga aytganimni qilasana. Mana ertalab bulchka yeb kelibsana. Ha? Mana oyingga aytasan, menga yuborib aytganlar, bulchka bermayman degan. Xo'pmi? Menga tuxum, go'sht, mana Qozog'istonda go'sht rasa ko'p. Mazza qilib yegan, xo'p? Voy jonim mana, shirin to'g'ri. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Nazorat qilamiz. O'zingni ehtiyot qiling.